Har bir millatning tarixida shunday burilish pallalari bo'ladiki, unda davlatning kelajak taqdirini belgilovchi, yangi tizimning huquqiy va siyosiy poydevorini yaratuvchi buyuk shaxslar maydonga chiqadi. O'zbekiston o'z mustaqilligini qo'lga kiritgach, yangi davlatchilik asoslarini qurayotgan murakkab va mas'uliyatli davrlarda faoliyat yuritgan ana shunday siymolardan biri Alisher Azizxo'jayev Abbosovich edi. U kishining hayoti va serqirra faoliyati mustaqil O'zbekistonning shakllanish tarixi bilan chambarchas bog'liq. 1954-yil Andijon viloyati Paxtaobod tumanida ziyolilar oilasida dunyoga kelgan Alisher Azizxo'jayev yoshlikdanoq ilmga, ayniqsa huquq va davlatchilik tarixini o'rganishga juda katta qiziqish bildirdi. U o'zining tinimsiz mehnati va yuksak iqtidori sabab huquqshunoslikning yirik namoyandasi, yuridik fanlari doktori, professor darajasiga ko'tarildi. Avvalambor man Alisher Abbosovich bilan o'sha bizni hamkasbligimizning eng asosiy boshlanishi sud amaliyotida ularni adalari Abbos Azizovich bilan birga o'sha qo'llarida stajirovkadan o'tganliklarimni juda ham yaxshi bilganliklari uchun man ilk bor shu yuridik fakultetga kelib Alisher Abbosovichni tanigan paytlarimda doim ularga o'sha o'rganish bo'lganligi uchun Abbos Azizovich deb murojaat qilgan paytlarim ham bo'lgan. Otalarini ism familiyalari bilan, shuning uchun ular ham doim menga bir hurmat, ehtirom bilan siz mani otamni ko'rgan insonsiz, siz otam bilan birga ishlagan insonsiz deb juda boshqacha munosabatda bo'lardilar. Mustaqillikning ilk yillaridayoq Alisher Azizxo'jayev O'zbekiston Respublikasi Prezidentining davlat maslahatchisi, madaniyat va sport ishlari vaziri hamda bosh vazir o'rinbosari kabi yuksak lavozimlarda xizmat qildi. Davlat boshqaruvida u kishi o'zining strategik fikrlashi, qat'iy siyosiy irodasi va tashkilotchilik qobiliyati bilan ajralib turardi. Alisher Azizxo'jayev davlat arbobi sifatida millatning ma'naviy uyg'onishida ham bosh-qosh bo'ldi. Tabiatning shunaqa qonunlari bor. Shu mani o'zimni onam olamdan o'tganlarini eshitib, o'zlari ko'ngil so'rash uchun darrov oldimga tushib, hol ahvol so'rab, ta'ziya bildirib, ko'nglimni ko'tarib, keyin hamma voy Alisher Abbosovich tushyaptilar, Alisher Abbosovich kiryaptilar kafedramizga deb yoshlarga bir juda ham chiroyli bir o'rnak bo'lganlar. Hukumat tarkibida ma'naviyat va ma'rifat sohasida rahbarlik qilgan davrda buyuk ajdodlarimiz, xususan Amir Temur merosini xalqaro miqyosda ulug'lash, milliy qadriyatlarni tiklash va o'zbek madaniyatini dunyoga tanitish borasida tarixiy islohotlarni amalga kiritdi. O'rni kelganda ayrim gaplarni ochiqdan ochiq emas, balki hazil mutoyiba qilib shunday yetkazardilarki, uni har qanday odam o'zi tushunib olardi. U kishi haqida gapirganda mana shu ular bilan juda ko'p paytlar o'zaro juda ko'p munosabatlarda bo'lganmiz. O'sha to'ylarda, yubileylarda, marosimlarda, demak, o'zaro birga bo'lgan paytimizda bu insonni o'ta kamtar ekanliklarini, shu insonlarga bo'lgan mehr muhabbati, ayniqsa o'ta madaniyatli inson edilarki, shu birorta gapni gapirishdan, birorta bir ishni qilishdan oldin haligi ham oldini ham orqasini o'ylab munosabat bildiradigan bir ajoyib inson edilar. U kishi yashagan davr shiddatli, mas'uliyatli va murakkab edi. Ammo Alisher Azizxo'jayev har qanday vaziyatda ham davlat manfaatini, millat kelajagini va adolat tamoyillarini birinchi o'ringa qo'ya oldi. 2012-yil u kishining foniylikdan boqiylikka qilgan safari o'zbek ilm-fani va davlatchilik uchun ulkan yo'qotish bo'ldi. Biroq u kishi yaratgan boshqaruv maktabi, yozib qoldirgan 100 dan ortiq asarlari va davlat arbobi sifatida o'chmas merosi bugun ham yashamoqda va kelajak avlodlar uchun haqiqiy ibrat vazifasini o'tamoqda.